هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure İsra tefsiri 20. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İsra suresi 20. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bulanın ve ulanın her ikisiga Rabbinin ata kılgınıdan berimiz. Rabbinin ata kılgını hiç adamdan men'i kılınmaydı. Ulanın bazısını bazısından kandak üstün kılganlığımızı qarğın. Ahiret derecelerideki fark elbette texmi çoğundur ve üstünlük cihetdeki fark ziyade çoğundur. Allah Teala bu ayette dünyani ve ahiretini közlegenlerinin her ikisiga Rabbin bergen nersidin berimiz dep haber berdi. Rabb bolsa halıgını kılgıcı, zulüm kılmay hüküm kıygıcı zattır. Şuna her iki guruhqa o iki guruh üçün haqlıq bolğan bəxtlik ve bəxtsizlikni bergiçidir. Allah Teala'nın hükmünü hiç kişi qaytıralmaydı. Allah Teala'nın berginige hiç kişi arılışalmaydı. Ve onun halığını hiç kişi özgertelmeydi. Şuna Allah Teala mundaq dedi. Rabbinin ata kılgını hiç adamdan men'i kılınmaydı. Rabbinin ata kılgını hiç adamdan men'i kılınmaydı. Yani hiç kişi tosup almaydı ve qaytırıp etelmeydi. Qatada bu ayetning ma'nisi Rabbinin bergen narsi kam bo'lmaydi deganlikdir dedi. Ularning ba'zisini ba'zisidan qandaq ustun qilganligimizga qarag'in. Ya'ni dunyoda shunda qilganligimizga qarag'in. Shunga ularning ichida boylarmi, faqirlarmi, boyliqda o'tira hallarmi, chiroyliqlarmi, satlarmi, chiroyida o'tira hallarmi, kichik o'lib ketadiganlarmi, qirg'icha yashab o'lib ketadiganlarmi, o'tira yoshda o'lib ketadiganlarmi bor. Ahiret derecelerideki fark elbette texmi çoğundur ve üstünlük cihetdeki fark ziyade çoğundur. Yani ahirette ulanın arlıqıda boladigan fark ulanın dünyada bolgan farkıdan tolumu çoğundur. Çünkü ulanın içinde cehennemnin töven katlarında onun zincir işkenlerinde boladiganlarmı cennetin en üstün derecelerinde onun nazı nimetlerinde boladiganlarmı bor. Cehennemge kirgenlerinin ve cennetke kirgenlerinin arasında özara fark var. Çünkü cennette 100 derece var bulup her iki derecenin arasında asman zemininin arasında kilidi. Her iki derecenin arası asman zemininin arasında kilidi. İmam Bukhari ve Müslim Peygamber Aleyhisselam'ın mundaq deganligini rivayet kıldı. Şek şübhisiz ki yuqur derecenin ilgiri boğan kişiler yuqur derecenin egilleri boğan kişiler özlerinden yuqur derecedeki kişilerini xuddi sizler osmanның atrafındaki yıldızlarını körgeninglardek gördü. Allah Teala mundaq deydi.
Ahiret derecelerideki fark elbette texmi çoğundur ve üstünlük cihetdeki fark ziyadi çoğundur. Allah'a başka ma'budni şerik kılmagın. Unda kılsan Allah'ın dergahida eyiplengen, Allah'ın yardımından mehrum boğan malda dozaqda hemişe kalsan. Allah'a başka ma'budni şerik kılmagın. Allah Teala'ga şerik keltirmeslikke buyurulgan kişiler bolsa, balağatga yetiş, aqli uşi joyida bo'lishdek shartlarga tushib ibodatga buyurilgan kishilardir. Ya'ni ey ibodatga buyurilgan kishi, sen qilgan ibodatlaringda Rabbingga shirk keltirmagin. Unda qilsang Allohning dargohida ayiblangan, Allohning yordamidan mahrum bo'lgan holda do'zaxda hamisha qolasan. Bunda qilsang Rabbing sana yordam bermasdan, aksicha seni sen ibadet kılgan narsaga tashlab qo'ydi. U narsa sana ziyon va foyda yetkazishga ega emasdir. Chunki ziyon va foydaning egasi shirki yo'q Alloh taoladir. Subhanalloh. İmam Ahmed Abdullah ibn Mas'ud'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimiki birer narsaga hojatman bo'lib qilib, hojatining ravo bo'lishini kishilardan umid qilsa, uning hojati ravo bo'lmaydi. Kimiki hojatining ravo bo'lishini faqat Alloh taoladan umid qilsa, Alloh taolo uningga behojatlikni ma'lum muddatdan keyin yoki tizlab berdi. Bu hadisni Abu Davud ve Tirmizi rivayet qilgan. La ilahe illallah Muhammed Resul. Rabbing faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri yoki ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib, yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni malallıqni bildirdigan shunchalik so'zni mi qilmagin? Ularni dush kellamagin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Ularga kamoli mehribonlikdan nihoyatda kamtar muomalada bo'lgin va ey Rabbim, ular meni kichikligimda tarbiyaligidek ularga marhamat qilgin degin. Allah Teala'nı bir deb bilish ve ota-onaga yaxshilik qilish. Shirki yo'q. Allah Teala kishilarni faqat o'ziga ibodat qilishga ve ota-onaga yaxshilik qilishga buyurib mundaq dedi. Rabbing faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni ve ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Ey insan, Mana ve ota-onangga şükür qilgin. Ahir qaytadigan joy mening dargohimdir. Ularning biri yo ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni malallıqni bildiradigan shunchalik so'zni mi qilmagin. Ya'ni sen u ikkisiga qattiq gap qilma. Hatta qattiq gapga kiradigan so'zlarning eng oddiysi bo'lgan ohoy degan so'zni mi qilmagan. Ularni dush kellamagin. Ya'ni sendin ularga qarata bir qo'pol harakatmi bo'lib qolmasin. Ata İbn Rabah bu ayetning ma'nosi haqida sen u ikkisiga qo'lingni silkigandek bir harakatni qilma. Sen u ikkisiga qo'lingni silkigandek bir harakatni qilma dedi. Allah Teala yuqorida ota-onaga qattiq gap qilishdan va yomon ish qilib qo'yishdan to'sdi. Ondan bu yerda ularga yaxshi gap qilishga va yaxshilik qilishga buyurib mundaq dedi. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Ya'ni
sen hürmet ve edep bilen yumuşak ve çıraylık gap qıygın. Ulağa kamali mehribanlıqdan nahayat kemter muamildi boğun. Yani sen kemterlikini əməliyyətində körsətkin. Ve ey Rabbim, ula meni kiçiklikimdə tərbiyeligini ulağa merhamet qıygın digin. Yani ula yaşta çoğ boğanda ve vefat bolup ketkende ulağa merhamet qıygın. İbn Abbas radiyallahu anhuma mundaq dedi. Allah Teala bu ayetten keyin Peygamberge ve müminlerge müşriklarning ehli dozaq ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin müşriklar ularning tuqqini bo'lgan taqdirdimi ularga mag'firat talab qilishi durust emas degan oyatini nozil qildi. Biz tuvanda ota-onaga yaxshilik qilishga buyurib kelgan hadislarni bayon qilamiz. Anas radiyallohu anhu ve başqalar mundaq dedi. Peygamber aleyhisselam munberge çıkıp bulup andın. Amin, amin, amin dedi. Peygamber aleyhisselam'a ey Allah Teala'nın peygamberi nimige amin deysen deyilgende Peygamber aleyhisselam Cibril gelip ey Muhammed kışıda ismin çıkıp sana durut eğitmeğen kişi har bolsa qışıda ismin çıkıp sana durut eğitmeğen kişi har bolsun dep amin degen dedi. Men amin dedim. Cibril Ramazan iyi kirib andın u ay çıkıp ketkengi kadar günahim mağfiret kılınmay qalğan kişi har bolsun dep amin degen dedi. Men amin dedim. Cibril ata-anasının ikkisini yoki birini köreligen ondan ula onu cennetke kirgizelmigen kişi har bolsun dep amin degen dedi. Men amin dedim dedi. İmam Ahmed Ebu Hureyre radiyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qiladi. Ata-anasının biri yoki ikkisining qeriganligini ko'rib, jannatga kirolmagan kishi har bo'lsin, har bo'lsin, har bo'lsin. Bu hadisni İmam Muslim rivayet qilgan. İmam Ahmed Muaviye ibn Jahimaning mundaq deganligini rivayet qiladi. Men Peygamber aleyhisselamның qışığı kelib, ey Allah Teala'nın peygamberi, men urushga chiqish uchun maslahat salg'ili qishingga keldim dedim. Peygamber aleyhisselam, anang bormi dedi. Men ha ba dedim. Peygamber aleyhisselam, anangning xizmatida bo'lgan, chunki jannat anangning qadim ostida dedi. Ondan men boshqa urushlarga chiqmoqchi bo'lib, ikkinchi va uchinchi qitim kelgandim-u, şundaq cevabını aldım. Bu hadisni Nesai ve İbn Majah rivayet qilgan. İmam Ahmed Miqdam ibn Ma'di Karubadan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qiladi. Şübhisizki Allah Teala sizlarga dadıllaringlarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qiladi. Şübhisizki Allah Teala sizlarga onalaringlarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qiladi. Şübhisizki Allah Teala sizlarga onalaringlarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qiladi. Şübhisizki Allah Teala sizlarga onalaringlarga yaxshilik qilishinglarga tavsiya qiladi. Şübhisizki Allah Teala sizlarga ota-onanglardan qolsa yaqin tuqqanlaringlarga bulardan keyingi yaqin tuqqanlaringlarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qiladi. Bu hadisni İbn Majah rivayet qildi. İmam Ahmed Yerbu cemaatidan bir odamning mundaq deganligini rivayet qildi. Men Peygamber aleyhisselamның qishig'i kelgan edim. Uning kishilarga so'zlab o'tib, "Begichi qo'lingni avval anangga, dadangga, hamshirangga,
qerindishingga, ondan yaqin tuqqanlaringga, bulardan keyingi yaqin tuqqanlaringlarga ochsan deganligini angladim. Rabbinglar dillaringlardikini obdan bilgichidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, ya'ni ota-onanglarni qaqshatquchi bo'lmasanglar, Allah sizlarning xatoliginglarni kechirdi. Allah haqiqatan tavba qilib turg'uchilarni mag'firat qilg'uchidir. Balaning ota-onasi haqida o'tkazib salgan xatoligining uning Alloh taologa tavba qilishi bilan kechirilib ketadiganligi. Said ibn Jubayr Rabbinglar dilinglardikini obdan bilgichidir degan oyatdagi kishidan niyatida va dilida bir nima bo'lmas deb ota-onasiga ochiqlab qolgan kishi ko'z tutildi dedi. Ya'ni bir rivoyatda u ota-onasiga yaxshilikni ko'zlab shunday qilib salgan kishi ko'z tutildi dedi. Rabbinglar dilinglardikini obdan bilgichidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, ya'ni ota-onanglarni qaqshatquchi bo'lmasanglar, Allah sizlarning xatoliginglarni kechirdi. Allah haqiqatan tavba qilib turg'uchilarni mag'firat qilg'uchidir. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida bular namoz o'qiydiganlarga bo'ysunguchilardir dedi. Şabi Yahya ibn Sa'id'dan Sa'id ibn Musayyibning bu oyatning ma'nosi haqida ular gunoh qilib tavba qiladigan, ya'ni gunoh qilib yana tavba qiladigan kishilardir deganligini rivoyat qildi. Ata ibn Yasir, Sa'id ibn Jubayr va Mujahidlar ular yaxshilik qaytgan kishilardir dedi. Mujahid Ubayd ibn Umayraning u gunohlari maxfiy yerda ko'rsatilsa, Alloh taoladan gunohlarining kechirilishini tilaydigan kishidir deganligini rivoyat qildi. Mujahidmi bu qarashga qo'shildi. Ibn Jarir u gunohiga tavba qilgan, yomon ish qilishdan yaxshi ish qilishga va Allah Teala yaman ko'radigan ishdan Allah Teala yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan ishga qaytgan kishilardir degan kishining ko'z qarashi bu qarashning eng to'g'risidir dedi. Tuqqanga, miskinga, ibn sabilga xayr saxovatdan haqqini bergin. Pul melingni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmagan. Isrof qilg'uvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Shayton Rabbiga to'limu kufroni ne'mat qilgan edi. Agar sen Rabbingdan kutayotgan marhamat nozil bo'lgandan keyin ondan ularga xayr saxovat qilmoqchi bo'lsang, ya'ni qo'lingda ularga beradigan bir narsa bo'lmasa, ularga chiroyli gap qilgin. Urug' tuqqanlarni yaxshilik qilishga buyurish va mol mulkini o'rinsiz yerga isrof qilishdan to'sish. Alloh taolo yuqorida ota-onaga yaxshilik qilishga buyurib o'tgandan keyin bu yerda urug' tuqqanlarga yaxshilik qilish va urug' tuqqanlik munosabatini o'rnatishga buyurdi. Bu haqda hadisda mundaq keldi. Bagich qo'lingni avval onangga, otangga, hamshirangga, qarindishingga, ondan yaqin tuqqanlaringga, ondan keyingi yaqin tuqqanlaringga ochsan. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda mundaq deb keldi. Kimiki rizqining keng va umrining uzun bo'lishini yaxshi ko'rsa, urug' tuqqanlarga yaxshilik qilsin. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Pul melingni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmagan.
Allah Teala yuqorida ata-onaga, urug' tuqqanlarga yaxshilik qilishga va pul mollarini ularga hajlab berishga buyurgan edi. Bu yerda mushundaq qilishda haddidan oshirib etishdan to'sdi va o'ttir hal bo'lishga buyurdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi: ular, ya'ni Allah yaxshi ko'radigan bandalar xarajat qilganda isrofchilikmi qilmaydi, bexillikmi qilmaydi. O'ttir hal xarajat qiladi. Ondan Allah Teala haddidan oshirib etishdan va isrof qilishdan yergandirib mundaq dedi: isrof qilguvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Ya'ni shaytonning o'xshashlaridir. İbn Mas'ud bu oyatdagi isrof qilguvchilardan mollarini xato yerlarga hajlaganlar ko'z tutiladi dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma bu haqda shundaq dedi. Mujahid: inson barliq mollarini haq yo'lga ishlatgan bo'lsa, bu oyatda ko'z tutilgan isrofxo'rlardan bo'lmaydi. Agar kichikgina narsani xato yo'lga ishlatgan bo'lsa, isrof qilgan bo'ladi dedi. Qatada: mol dunyoni Allah Teala cheklagan yomon yo'llarga, o'rinsiz yerlarga va yomon ishlarga ishlatish isrofxo'rlikdir dedi. İmam Ahmad Malik ibn Anasning mundaq deganligini rivoyat qildi. Tamim jamiyatidan bir kishi payg'ambar alayhisalomning qashiga kelib: ey Allohning payg'ambari, men mol dunyosi jiq, xotin, bola chaqalarim va urug' tuqqanlarim ko'p odamman. Manga mollarimni qanday ishlatishimni bildirib qo'ygan bo'lsang dedi. Payg'ambar alayhisalom: mol dunyolaringning zakatini bergaysan, chunki zakat degan seni poklaydigan narsadir. Urug' tuqqanlaringga yaxshilik qilgaysan, mol dunyolaringda tilamchilarning, qo'lim qo'shnilarning va miskinlarning haqqi borligini unutmagaysan dedi. U: ey Allohning payg'ambari, menga oz qilib ixchamlab so'zlab bersang dedi. Payg'ambar alayhisalom Allah Teala'nın tuqqanga, miskinga, ibn sabilga xayr saxovatdan haqqini bergan, pul melingni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmagan degan oyatini o'qib berdi. U: ey Allohning payg'ambari, men zakatni sen zakat yig'ish uchun avatgan odamlarga bersam, Allah Teala va uning payg'ambari rozi bo'ladigan yo'l bilan ado qilgan bo'lamdiman dedi. Payg'ambar alayhisalom: ha, shundoq, zakatni men avatgan odamlarga bersang, zakatni ado qilgan bo'lsan, uning savobi sana bo'ladi va gunohi zakatni haqsiz yo'lga ishlatib, u ishlatiladigan o'rinni almashtirib etgan odamga bo'ladi dedi. İsrof qilguvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Ya'ni shaytonning qarindoshlari isrofxo'r, ahmaq keladi. Allah Teala'ga bo'ysunishni tashlaydi va Allah Teala cheklagan ishlarni qiladi. Shunga Allah Teala mundaq dedi: shayton Rabbiga to'limu kufroni ne'mat qilgan edi. Chunki u Allah Teala'ning bergan ne'matlaridan tondi. Allah Teala'ga bo'ysunmasdan aksicha Allah Teala cheklagan ishlarni qilishga va Allah Teala'ga qarshi turishga yuzlandi. Agar sen Rabbingdan kutayotgan marhamat nozil bo'lgandan keyin ondan ularga xayr saxovat qilmoqchi bo'lsang, ya'ni qo'lingda ularga beradigan bir narsa bo'lmasa, ularga chiroyli gap qilgin. Ya'ni urug' tuqqanlaring va biz seni pul mollaringni hajlab berishga buyurgan kishilar sendan bir narsa so'rab kelsa, qishingda ularga bergidek narsa bo'lmay ulardan yuz o'rmoqchi bo'lsang, agar Allah Teala bana pul berib qolsa, men sizlarga Allah Teala xolisa yordam qilaman deb ularga chiroyli va'da bergan. Ularga chiroyli gap qilgin. Mujahid, Ikrima, Said ibn Jubayr, Hasan, Qatada va boshqalar
Oyatdagi chiroyli gapdan ularga chiroyli va'da qilish ko'z tutildi dedi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Isro surasi tafsiridan 28 oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.